Komissiyaga yaxshilab tayyorlaninglar. Keyin Dayandan ham qutul. Ota-onasiga keragi yo'q bolani menga nima keragi bor? Qayerga qochsang ham baribir qaytib kelasan. Undan ko'ra bizga qo'shil. Hammamiz birga ko'rishaylik. Mavluda xola. Dayan. Meni kechiring Mavluda xola. Eshik oldiga tashlab ketgan onamni o'rniga sizni yaxshi ko'rdim. Ko'nglingizga yoqish uchun, bolangizdek ko'rishingiz uchun aytganlaringizni bajardim. Bir og'iz maqtov eshitish uchun xiyonat qilishgacha bordim. Barini siz uchun qildim. Barini onam degan inson uchun qildim. Lekin qaysi ona o'z bolasini o'tga itaradi? Ayting xola, qaysi ona o'z bolasiga odam o'ldirishni buyuradi? Hech bir ona bunday qilmaydi. Men Faridni urib, so'kib qo'yaverdim. U haqiqiy erkakning ishini qilgandi. O'z ukasini himoya qilgandi. Farid oldingizda hammasini aytib beraman degani uchun uni ikkinchi qavatdan itarib yubordingiz. Kechiring xola. Lekin men ukalarim bilaman.